Klimadens korxonasi muhandislik tizimlari yechimlari bo'yicha kompleks yechimlar beradi. Hozir aytib o'tganimizdek import bilan shug'ullanadi. Undan tashqari loyihalash va texnik xizmatlar hammasi bor. Chet eldan mutaxassis olib kelinadi. U mutaxassis haqiqatda bir zo'r mutaxassis bo'ladi, ma'lumoti zo'r bo'ladi va u mutaxassis qaysi tilda desa, italyancha, inglizcha, nemischa, agar zo'r bo'lsa, ana ruschada trening bo'ladi. Oilada guvoh bo'lib qolganmiz, shu bunday narsa qo'yganman, falon joyda ishlatganman, klientga borib ko'rsatman, unaqa sistemalar ham qilganman deb turib, qanaqadir uровеньni ko'tarish uchun foydalanilgan. Panelli radiatorlardan, dekorativniy radiatorlardan yoki chugunniy, napolniy kotyorlardan yaxshigina shlamlar chiqadi va bu bizning sistemamizga katta zarar keltirishi mumkin. Kimda qanaqa variantlar bor? Bizda 4 variant bor, lekin sal qiziqarli bo'lishi uchun sizlardan qanaqa fikrlar chiqartgan. Haroratlarning farqi bo'lsa, mayda basseynlar. Mayda basseynga to'g'ri keladimi? Qo'yasizmi? Duzo. Bizda 50 santimetrga 50 santimetr taxminan joyi egallaydi. Nima beradi bizga deyiladigan bo'lsa, taxminan 70% gacha joyi shuni o'zi ekonom qilyapti. Agar kilovat to'g'ri keladigan bo'lsa, kichkina xicham ishlab chiqarilgan busterlardan foydalanadigan davr keldi. Samarqandda qiziqadigan auditoriyalar, ya'ni bilim bo'lsa, chanqoq bo'lgan auditoriya bor ekan. Biz xursand bo'ldik. Qanaqa ko'rinadi?